Assalomu alaykum, kanalimizga obunachilar. Bugungi rolikimiz chakka parnikdamiz. Ko'p odam biladi, Turk bozor. Yana Turk bozorining yonida 2 etaji 150 metr kvadrat hovli-joy chiqdi. Ne biladi ko'p odam. Shundan chepa ketsa Zapchas bozor, o'ng'a ketsa Sputnik. Banimiz chakka parnik, hurmatli obunachilar. Yana endi avvalgi ayollar magazini ish yerda 2 qavatli qani getdik ko'chatdan danishib o'tamiz. Hamma o'ja qulay. Ya'ni ustalarimiz ham chotki set tutdi, o'tib ketib qishda xudo xolasa sovuq bilishlamaydi, chotki variant qilib tolaning. Ish yerda ikkinchi joyimiz sotiladi, hurmatli obunachilar. Mana kuzatib o'tamiz. Birinchi, ikkinchi navesta joyimiz sotiladi, hurmatli obunachilar. Yo'ldan gidaydi bir 20 metr girdik, hurmatli obunachilar. Ulgurib qolinglar, Pramoy egadan mulk egasining nomerini qo'yamiz. Mulk egasining nomeri 91 bilan 423 52 51. Suv toshkalari chiqqan, polnitsa soqillari mramor bo'lgan, gul otizini ega ekan. Bundaning navis. Mashin qo'yadigan joyi bor, kolodeslar eldine chiqqan, travitillar urilgan, alifanlar ham qilingan. Sho'tchiklarimiz qo'yilib tutdi. Qani ketdik. Beram mramorlar qilingan stupinga. Bismillah deb boshlaymiz, xudo xolasa. Berimiz dalan qismimiz, hurmatli obunachilar. Berimizning kafelar urilgan, xonalarimiz o'rni отдельный avtomatlashtirilgan. Mo'ykalar ham qo'yilgan, suvda muammo yo'q. Berimiz dalanimiz sal kichikroq, lekin zali katta ekan, hurmatli obunachilar. Dalanimizni razmeriga kelgan bo'lsak, 3,5-6 metr. MDF eshiklar qo'yilgan, narishit qaramolari qo'yilgan. Berimiz zal qismimiz ekan, hurmatli obunachilar. Zalimizning razmeridan qarasak 4 salkam 7 metr. Konditsionerlar, pardalar, gilamlar qo'yilgan. Ayrim jihozlari qoladi ekan, hurmatli obunachilar. Pramoy egadan o'zlaringiz urib, to'g'ri sodalasa olasiz. Hujjatlar tayyor, hech qanday aybi yo'q. Ma'lum bir sabablarga ko'ra sotatir. Shuning uchun mulk egasining nomerini qo'yamiz. Navı qoladi, navı ketadi, o'zingiz gaplashib olaverasiz bemalol. Gelib ustida sodalashingiz mumkin. Berimiz, oshxona qismimiz, bu yerda miyahkalar qo'yilgan, gilamlar döşalgan, kuxunyalar ham qo'yilgan, hurmatli obunachilar. Patologimizdan tejjon patolog, galagellar ham qo'yilgan. Berimiz yangi zamonaviy otoplanamiz. Berimiz kichkina bog'chamiz. Qolgan, hurmatli obunachilar. Bog'imizda mana shoshib pishiradigan joy. O'zingizga qulay qilib galovka qilsangiz ham bo'laveradi. Hamma o'zi qulay ekan, hurmatli obunachilar. Yerda gaz, svet, suvdan muammo yo'q. Transport bo'yicha muammo yo'q, hurmatli obunachilar. Berimiz spalni qismimiz. Spalnimiz razmeri 3,5 ekan. Zalyus perdalar ham qo'yilgan. Hamma o'zi qulay. Berimiz sanuzel. Aristonimiz qo'yilgan. Yerda hatto radiatorimiz bor, unitazimiz, vannamiz, ummanliklarimiz ham qo'yilgan. Hamma o'zi qulay, hurmatli obunachilar. Ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Plyutuslar ham polni taqilgan. Berimizning dalan qismimiz. Uch xonamiz bor. Ispaniya usti Ispaniya ekan. 3,5. Sharoit yaratib qo'ydilar. Ikkinchi etajimiz plita bilan moslagan. Yuqori og'ac ekan. Berimiz ham Ispaniya. Perdalar, lustra, g'olalar, Ispaniya komplektlari ham qo'yilib tutdi. Hamma o'zi qulay. Joyimizda umuman gap bo'lishi mumkin emas. Berimiz yana bir zal joyimiz. 4,7. Narxini keladigan bo'lsak 660 million so'm. Hurmatli obunachilar, ulgurib qolinglar. Срочный zudlik bilan Pramoy egadan.
nomerlarni ekranda qoldiramiz. O'zingiz gaplashib olasiz. Keyingi roliklarda görüşürüz. Sağ olun.